mol biznesi eng barakali biznes hisoblanadi. Bu uchun juda ham katta sabr kerak bo'ladi. Hamma ham mol boqavermaydi. Mana issiq 60-50 gradus issiqda mollari eson-omon saqlash hammaga emas. Chunki mol bir faqat aqlsiz bir hayvon bo'lsa ham xuddi inson kabi mehrga va e'tiborga juda ham muhtoj hayvon hisoblanadi. Albatta siz bularga mehr bersangiz, bularga o'zingiz farzandingizdek va o'zingiz insoniy tuyg'ularingizni berib parvarish qilsangiz, albatta sizga bu o'zini go'shida baraka, sutida baraka beradi. Eng qizig'i, mol boqgan va qo'y boqganlar biladi, uyda juda ham sokinlik bo'ladi, albatta uyda baraka bo'ladi. Bu videomi albatta mol boqadiganlarga, fermerlarga uzatib qo'ying va ularga shaxsan o'zim omad tilab qolaman, ishlariga baraka tilayman. Salomat bo'ling.